Sizga to'satdan bitta qizini bergan qudalaringiz kelib qoldi. Qani qudalar chiqinglar deb mana shunday damazlarga chiqarib turib, qani quda chiqing deb turib, mana shu yerdan shunday tarvuzda olib turib, quda mana shuni yeb turaverasizlar deyishlardi davr o'tdi. Qani qudalar tushinglar. Qani Xudo qani, Xudoning hurmati bor. Qani mana yerga o'tiringlar. Mana buni qaranglar. Juda ham chiroyli. O'zingiz qilgan to'shaklarni solib qo'yganmiz. Bunga ham o'tirmaysizlar, bunga ham o'rnashmaysizlar. Qani Xudoning hurmati bor. Mana shunga chiqinglar. Kachelalarimiz bo'ladi. 250 kilogacha ko'taradigan kachelalarimiz bo'ladi. Eng zo'rlaridan. Ratan kachela deysizmi, operator tezlashib kelaverasiz. Stul deysizmi, hammasidan bor ekan. Qani Xudo o'tiringlar, zo'ridan bo'ladi. Mana bu stolimizga keladigan bo'lsak, 4 kishiligi 1 million 900 ga Samarqandgacha dastavkasi ichida. 8 kishiligi 3,5 million Samarqandgacha dastavkasi ichida. 6 kishiga 2,5 million so'm Samarqandgacha dastavkasi ichida. Kachelamiz nima deyapti? Qudalarimiz mazaq o'tiribdi, mazami oyog'ingizni yerda. 240 kilo, ya'ni 120 240 kiloni ko'tarib turibdi. 1 million 900 ming so'mga Samarqandgacha dastavkasi ichida. Bonusiga mana shu ayiqcha pandachalari bo'lar ekan. Eng zo'rlardan bo'ladi. Menga zo'ridan bo'lsin deganlarga 4 million 300 ming so'mga 3 kishilik kachelamiz, ya'ni Vodiy Toshkent Samarqandgacha dastavkasi ichida bo'layotgan turgan kachelalarni ko'rib turibsizlar. Stullarni bog'idamiz, past nomer qoldirdik. Aloqaga chiqaverasizlar. Tamom.